Pul yo'qmi? Ya olmishlar keyin. Sizga. O'zlaridan boshqa olamiz. Mayli, jonim sog' bo'lsin. Hozir mana bemalol o'tirib, qarab, bitta mashina kelsa, misol savdo qilaman-ku, o'sha ma'qul kelsa, aka menga bering deng, oling, olib ketavering, farqi yo'q. 1 million so'm qo'yib beraman, ochiq karta u. Yarqa pulga gap yo'q. Da, u qo'yilayotgan, olingan narxni ko'zingiz bilan ko'rib turasiz, sotilayotgan narxni ham bilib turasiz, yaxshi-ku bu. 2 oy shunday pul berib yuborsiz, biz Ikki u ehson edi. Ehson qilib berdi 2 oy. Yaxshi. 19. Ayni hali aytishyapti, unaqa qiyin. Olmish deyishyapti. Yashamiz. Bu qarang, 2020 ni radnoylarini 48-49 dan berdik. 2020 ni. 42 bilan. Bizda Damas'da salgina pastroq yuradi. Boshqa mashinalar nisbatan. Chunki Damas rassosiya ochilgandan keyin Instagramdan ko'rayotgansiz 48 million 49 millionga 2020 larni olib beraveradi. Radnoylarni. Sizga balo bo'ldi. Hozir 70 million. Men buni hozir 44 million so'raman. Endi tasavvur qiling, 19. Morda chalsa, kraska, kapot, eshik kraska. Faqat rozi bo'lib baraka desangiz, men ishni qilaveraman, mashina kelsa ko'rsatishadi o'zbachalar. Kelgan mashina ham, "Tog'a shunday kelib, menga bering" desangiz, bo'lib, pulni shunday menga o'tib yuboraman. Umuman. Bir kishi mashina savdo qila olaman, ko'rib turasiz. Bo'ladi desangiz baraka bering. Baravar biz yaxshi bilan. Qaraydi. Men ham sotsam yaxshi bo'ladi, do'stim. Shu baravar deyapsiz-ku, 45. 45 baravarni hozir ko'zingizda oldi-ya, aka. Mana shu mashinani ham ko'zingizda oldi, ketmay turasiz. Bitta katta blankka yozib chiqaman. 45 million deb, aka ko'zingizda oldi, mana shu qog'oz qo'yib qo'yaman. To ketgunizcha e'tibor berib turing, qani shu mashinada seniki o'zgaradimi? Ko'zingizda oldi 45 million deb yozib qo'yaman. Ochiq shartli. Endi Buxorodan keldingiz, bari ishingiz bitguncha 5-6 soat o'tadi. O'shangacha shunga shunday qog'oz yopishtirib qo'yaman, ko'zingizda oldicha. Menga sizlardan leshni pul kerak emas. Ochiq 1 million qo'yaman. Bo'ladigan bo'lsa, bu barakani bering, ish qilaylik. Ha, bo'lmasa bir maslahat. Gap so'z yo'q. Yo'q, gap so'z yo'q. Yo'q, bo'ladigan bo'lsa baraka bering deganim, men sizga mashina ko'rsatishni o'taman. Mashina qo'ymay deyman. Men narxini olsam bilishim kerak bo'ladi. Ana bu yo'q ham bu. Mana bu yo'q ham. Narxini olsam bilishim kerak. Bitta maslahat qiling, mashinalarni tomosha qiling, birorta mashina to'g'ri keladigan bo'lsa hisoblatib ko'ring. Menga bu to'g'ri keladi, bu o'q deyapti, o'q kerak deyapti. Menga pul ham ma'qul bo'ldi buni, o'zi ham, lekin bu menga o'q kerak deyapti. Qarang, ana shu mashinada egasi keladi, 67 ga olib, 68 sotganman men. Bir kun turdi, hech kim olmadi. Shahram pul tikishdida, ular ham 1 million qo'yib yozib qo'yibdi, katta qilib. Lekin men olgan narxim 2 million pastga olganman. Mana bu mashina misol bir kun turdiki, hozir mashina qurish olsa ham, menga pulini bersa 1 million qo'yadi bu ham. Shunday. Baraka qilib keyin mashina nima bo'lsa nima buni olib ketamizmi? Juda bo'lmasa shuni olasiz. Bo'lsa, boshqa kelsa o'shani olasiz. Qonunga qarab turasiz, pullar o'qiyan olasiz. Barakangiz bilan bu. Xo'p, obzorini aytaman. Akalar, chekqa o'tirganlar, ko'ringlar, kimgadir muhim bo'lsa, Damas olaman deb kelgan bo'lsa, 2019 Damas yurgani qancha edi bo'lsa? 170 ming yurgan. Morda chalsa, eshigiga kraskasi bor. 44 million olindi, 45 million bo'lsa beriladi.